Salom do'stlar, Son kanaliga xush kelibsiz. Scopus'ga maqola chiqarish bo'yicha videoroliklar seriyasini davom etamiz va yakuniy qismlarga kelib qoldik. Tanlagan jurnalimizga registratsiyadan o'tamiz va tayyor bo'lgan maqolamizni ko'rib chiqish uchun o'zlarini jurnallarda qabul qilib chop etishlari uchun so'rov yuborishga harakat qilamiz. Avvaliga tanlagan saytimizga kiramiz va registratsiya qismidan o'tamiz. Bu yerda o'zimizni ism familiyalarimizni va qayerda ishlashimizni, davlatda pochta xabarlarini chiqish kerak bo'ladi va registratsiya qilish kerak bo'ladi. Elektron pochtalarga tasdiqlash uchun xabar keladi, uni tasdiqlaysizlar va registratsiya jarayonidan o'tgan hisoblaysizlar. Mana shu jarayonni qilib bo'ldim va undan keyin login qismiga kirib, o'zimiz yaratgan login parolni kiritamiz va loginni o'tamiz. Undan so'ng bizga submission bo'limiga kiriladi. Agar bu joy kirilmagan bo'lsa, yuqorida dashbord oynasiga kirib turib ko'rsak bo'ladi. Bu yerda new submission knopkasini bosamiz va maqolamizni ko'rib chiqish uchun yuborishdan boshlaymiz. Bu yerda birinchi qism nima yuborayotganimizni ko'rsatamiz. Article yoki monograph, this article, bu statya degan inglizchalab, agar qiyin bo'lsa ingliz tilida o'zingizga qulay tilga o'girib olishingiz mumkin. Bu joyda bizni so'rovimizga talablar bo'lgan, ushbu ishimiz boshqa joyda ko'rib chiqilmayaptimi, Wordmi yoki OpenOffice yo RT filedami, kerakli joylarga URL havolalar kiritilganmi, kerakli talablarga javob beradimi, stilistikalarga va bizga qabul qilish bo'yicha narxlarni aytib qo'yishyapti. Bizga bu qismi unchalik qiziq emas, endi ko'pchilikka qiziq bo'lishi mumkin, lekin biz bepul variantini qilishga harakat qilyapmiz. Shu sababli oxirgi punktda chet el avtorlar uchun $1,500, Hindiston fuqarolari uchun 100,000 rupiya hisoblayapti. Bu narxlar faqatgina agar sizni maqolangiz ochiq holatda bo'lsin, istalgan odam uni ko'rib o'qishga imkoniyati borligini belgilaydi. Biz imkon bo'lsa bepulini qilamiz, sababi biz pul kiritmaymiz. Bu holatda bizning maqolamiz qabul qilinadi, lekin ushbu jurnalni pulli obunachilarigina ko'ra oladi xolos. Bundan tashqari biz redaktor uchun kommentariy yuborishimiz kerak. Odatda men iltimos qabul qiling, umuman maqolamni mazmuni nimadan iborat degan gaplarni bu yerga kiritaman. Undan so'ng сохранить va продолжить tugmasini bosamiz. Keyin bizga fayllarni yuklashni so'rashadi. Biz tayyor faylimizni yuklaymiz va agar bironta bu yerda so'rab o'tishadi, bu yuklagan faylingiz nima? Bu maqolamizni article text deymiz, maqolamizning matni. Bundan tashqari qo'shimcha rasmlar, qo'shimcha xabarlar, xatlar yoki o'rganishlar natijalarini ham yuklab qo'yish mumkin. Men Excelda so'rov o'tkazganman. Shu bo'yicha ma'lumotlarni kiritib qo'ygan ma'qul. Search result deymiz. Yuklanadi. Yana bironta boshqa xabarlar, redaktorlar uchun xat bo'lsa, shu yerga yuklab qo'yish kerak. Save and continue ni bosamizda, keyingi qism. Bu yerda muhim meta ma'lumotlari, maqolangizni mavzusini bu yerga kiritasiz. Subtitlelar bo'lsa kiritasiz. Agar AZI so'zlar bo'lsa shu yerga kiritish kerak. Abstraktga biz annotatsiyani kiritib qo'yishimiz kerak. Bundan so'ng bizni ma'lumotlarimiz va keywordlarni so'rashyapti. Keywordlarimiz tayyor. Intelligence. Add additional information for your submission, press enter after each. Bu yerda virgul qo'yibmiz. Enterni bosib ketish kerak ekan. Enterni bossak, alohida obyekt sifatida ajralib qoladi. Maqolamizga tegishli barcha kalit so'zlarni kiritamiz. Shundan so'ng save and continue bosamiz. Endi tayyormiz. Initial submission bosamiz. Sure you submit it. Yes. Okay, bosamiz. Thank you for interest in publishing in journal. Biz yuborgan maqolamiz shu ko'rinishda turadi. Publikatsiya bo'lsa shu yerda ko'rinadi. Bu umumiy ma'lumotlarimiz. Keling ruschaga o'tkazib olamiz. Bu yerda redaktor tomonidan kommentariy. Shu holatda turadi. Jurnal redaktorlari, recenzentlar qanaqa ko'rishlar, xabarlar, javoblar bersa, bu joyda aks etadi. Odatda kamdan kam bittada maqolangizni qabul qilib olishlari mumkin. Katta ehtimol bilan anchagina kamchilik topadi. Major, minor degan terminlar bor ekan. Umid qilamiz bizga minor o'zgarishlar bilan
tahlillab qayta jo'natishni so'rashadi va ushbu so'ralgan narsalarni kiritib qayta yuboramiz. Nasib qilsa jurnalda maqolamiz chiqadi. Bugungi ko'rsatib bermoqchi bo'lgan mavzum shundan iborat edi. Hammaga rahmat. Fikrlar, mulohazalar bo'lsa kutib qolaman. Salomat bo'ling.